Bu signalizatsiya avariya signalizatsiya. 100 dan oshirganda avariya signal berib kotel to'xtatib qo'yadi. Bu 30 kilovatlik avtomat kotelimiz o'zimizni haqlovatga, o'zimni qo'shnim Otabek uyiga mana shu yerga qo'yib berganmiz. Darvozaxonadan to bu joygacha 110-120 kvadrat metr joy. Plus minus. O'sha darvozaxonani shu tarafdan to masjidgacha to'pli pol ham radiator sistema 70-80 kvadrat joy. 30 kilovatlik avtomat kotel qo'yib berdik. Ularning eski kotyoli bo'lgan i 3 faza tushirib tentda ishlatgan mana. Bu tarafda ham 3 faza tushirib ishlatgan, u tarafga ham 3 faza tushirib tentda ishlatishgan. Limonda kotyollarda ham ishlatishgan. 3-4 yil shu kotyoldan foydalangan. Biz uni o'rniga bu kotyolni berdik, zo'r effekt berdi. Qo'yganimizga bir 10 kun bo'ldi. Zo'r. Mana endi kelib video qilyapmiz. Bu o'rniga mana bunday biz banya pechka, parilka, tosh terib, mana tashqaridan yoqiladi, ichkariga tosh terib, parilka qilib ishlatadigan oddiy pechkadan qo'yib berdik. Otabek, ishlatdingmi pechkani? Qalay? Zo'r. Mazami? Parilka qildingmi? Issig'i zo'r. Taniganlar bo'lsa, bemalol Otabekdan so'rasizlar. Kotyolda qanaqaligini. Zo'rmi, yoqdimi? Mana 10 kun bo'ldi maza qilding, ha? Gap yo'q. Ko'raman deganlarga bemalol ko'rsataverasanmi? Qarshiligi yo'qmi? Mana endi avtomatik mana signalizatsiya o'chdi, avtomatik yondi mana. 80 gradusdan pasayganda yondi. Tekshirish uchun mana Otabekni oldida kelib, mana shu pult upravleniyamizni tekshirib, ham kotyolni mana video qilib, bugunga nasib qilgan ekan, mana bugun qilyapmiz. Yonishlari. Mana hozir signalizatsiya sразу o'chdi, sразу alanga olib boqyapti. Buni steplar mendagi. 2-3 kunda bir tozalab, kotyolga qarab qo'yilaveradi. Mana o'sha 60 ga qo'yilgan. Datchikni suqdik. Mana hozir sразу 60 ga chiqadi ham o'chadi. Qachon endi 60 gradusdan tushganda avtomatik yonaveradi. Sinash uchun signalizatsiyasini datchikda olib, signalizatsiyani sinab oldik. Kotyolni o'zini mana o'chirib, yana avtomatik ishlaydi. Har xil holat bo'ladi. Mana o'zi 60 ga o'tdi, o'sha o'chdi kotyol. Mana shunaqa avtomatik hamma yo'q ishlab beradi. Qachondir mana narsa ishdan chiqib qolsa yoki mana shu kabel ishdan chiqib qolsa, 100 dan oshib ketganda o'zini o'zi ham himoya qilib o'chiradi kotyol. Avariya signalizatsiya beradi. Otabek maza qilib ishlat endi, buyurib nasib qilsin. Mana taniganlar kelib so'rayapti Otabekdan. Zo'r. Va 3-4 yil ishlatgan shu kotyolni mana kotyolni qo'yib berdik. 10 kunda effektini bildi. Orqa uylari aytish bo'yicha umuman isitmagan, maza qilmagan. To'kda ham 3 faza tushirgan. Bu yog'iga ham, bu yoqda ham. Do'stlar, shunaqa kotyollar kelsa, aloqaga chiqib qolasizlar.